Abdulloh. Issiq choylarimiz ham bormi? Bor issiq choylarmi? Qanaqasi? Misol uchun mana shomollagan. Qanaqasini tavsiya berasiz? Bor shomollashingizga ham choy. Sizga Azer choyi limon va imbir bilan damlab beraman. Bu choy ichib shomollashni unutmaysiz. Mana darlashtirib joylarimiz bor. Xohlasangiz shashliklar ham bor. Qo'y to'rg'anchi qo'ydirib qo'yam. Yaxshi bo'ladi. Gap yo'q.